Assalomu alaykum, Maftuna TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizning yorqin yulduzi, taniqli turk aktyori va fotomodeli hisoblanmish Kaan Urganjoğlu haqida ma'lumot taqdim etamiz. Ushbu aktyor Sevgi iztirobi romanidagi ishtirokidan so'ng eng iqtidorli va mahoratli aktyor ekanligini butun dunyo kino ixlosmandlari tan oldi. Aktyorning yana bir yulduzli asari Birinchi muhabbat dramatik seriyasidir. Kaan Urganjoğlu kino olamidagi erishgan natijalarini bilamiz-ku, lekin bugun sizni uning ichki dunyosi bilan tanishtiramiz. Sevgi iztirobi seriali ekran yuzini ko'rgach salbiy obrazni talqin etishiga qaramay, bu aktyor haqiqiy yulduzga aylandi. Lekin aktyor o'z yurtida bu serialga qadar ham tanilib ulgurgan edi. Kaan Urganjoğlu 1981-yil 8-mayda Turkiyaning Izmir shahrida o'ziga to'q oilada dunyoga keladi. Turkiyaning o'rta maktabini tamomlagach, ularning oilasi AQShga ko'chib o'tishga qaror qilishadi. 19 yoshida vataniga qaytgan Kaan Istanbuldagi Marmar universitetiga o'qishga kiradi. Baland bo'yi hamda chiroyli tashqi ko'rinishi tufayli talabalik yillardanoq modellik qilishni boshlaydi. Tez orada Kaan mashhur turkiyalik prodyuser Abdulla Oguhning nazariga tushadi. Prodyuser esa model yigitchani loyihalarining birida ishtirok etishga taklif etadi. Shu tarzda Kaan kino olamiga kirib keladi. Kaan Urganjoğluning debyuti ise Qora o'g'lon filmi edi. Aktyorning debyuti omadli boshlangani bilan hammasi ko'ringani kabi silliq emas edi. Kaanga oddiy tajriba yetishmasdi. Shu sabab Kaan yana AQShga yo'l oladi va Nyu-Yorkdagi Stella Adler akademiyasiga o'qishga kiradi. Ana shundan keyin 2006-yili aktyor Birinchi muhabbat serialida suratga tushadi va Turkiyaning mashhur aktyorlari qatoridan o'rin oladi. Sevgi iztirobi seriali esa Kaanning butun dunyoga tanilishiga sababchi bo'ldi. Yildan yilga aktyorga yangi seriallarda suratga tushish taklifi ko'paymoqda. Aktyorning hisobida 30 dan ortiq kartinalar mavjud. Shu paytgacha Kaan Urganjoğlu 6 ta teleloyihada suratga tushishga muvaffaq bo'lgan. Aktyorning shaxsiy hayoti. Kaan Urganjoğluning vatanida ayollar qalbini kushandasi sifatida yaxshi tanishadi. Sababi, shu paytgacha aktyorning muhabbati show biznes olamining juda ko'plab go'zallariga tushgan, ammo yaqinda aktyorning nihoyat uylanishga qaror qilgani haqida xabar tarqaldi. Eng qizig'i, aktyor umr yo'ldoshlikka aktrisa, teleyulduzni emas, balki fotosuratchi qizni tanlagan. Ular tadbirlarning birida tanishishgan. Oddiygina qiz Zaynab Oymak aktyorning qalbini zabt etishga erishgan. 2016-yil noyabr oyida juftlik fotiha qilindi. 2015-yilda Kaan Urganjoğlu Hilol Saral va Ekin Pandir boshchiligidagi dramatik ko'p qirrali drama Sevgi iztirobi filmida ishtirok etishga taklif qilindi. Kaan yangi serialda asosiy xarakterga ega aristokrat va rassom Nihanga befarq qaramagan Amirning o'rnini egalladi. Amir sevgilisining otasini rozi bo'lishga majbur qiladi, ammo to'y badavlat yigitga baxt keltirmaydi. Sababi xotini boshqa odamni sevishda davom etadi. Kaan bu serialda shu qadar yuqori cho'qqiga chiqdiki, hozirgi vaqtda uning reytingi serialning eng zamonaviy aktyori sifatida boshqa ijrochilarning reytinglaridan yuqori bo'ldi. Kaan Urganjoğluning serialdagi hamkorlari Burak O'zchivit, Neslihan Atagul, Melisa Asli Pamuklar edi. Turkiyada ketma-ket 2 mavsumni muvaffaqiyatli boshladilar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan treylerdagi Kaan Urganjoğlu qatnashgan epizodlar tomoshabinlar tomonidan katta qiziqishga sababchi bo'ldi. Kaan bilan birgalikda o'zbekistonlik rejissyorlar ham film ishlashga muvaffaq bo'lishdi. O'zbekistonlik muxbirlar turkiyalik aktyordan uning Baron 2 filmidagi obrazi haqida ma'lumot berishni so'radi. To'g'risini aytsam, topshirilgan rol menga juda ma'qul keldi. Ehson obrazini ijro etyapman. Asli chechen bo'lgan Ehsonning hikoyasi Suriyada kechadi. Suriya bilan bog'liq sahnalarda u ko'rinadi. Ukasi Suriyadagi janglarga ketganidan keyin Ehson ham uning ortidan Suriyaga boradi. Uning maqsadlari esa umuman boshqacha bo'ladi. Filmdan ko'rib olasiz, sirni butkul ochishni istamayman deya javob bergan Kaan Urganjoğlu. Baron 2 filmida suratga tushgan Kaan filmdagi roli o'ziga juda yoqqani haqida gapirdi va o'zbekistonlik muxlislariga biz hali ko'p ishlarni amalga oshirishda davom etamiz deb kulib qo'yadi. Kaan Urganjoğlu shaxsiy hayotini matbuot e'tiboridan uzoqda tutishga harakat qiladi. Shu bois bu haqda ma'lumot topish uchun anchagina ter to'kishga to'g'ri keladi. Hozirda 40 yoshni qarshilagan Kaan ijodini davom ettirmoqda. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Va keyingi videolarimiz kim haqida bo'lishini video tagiga yozib qoldiring.